bor. Smithfield hammasi bir xil ishlaydi. Hammasi? Ha, bittasidan chiqib, bittasidan chiqmay uni tekshirsangiz mana. O'zi ham juda issiq ekan. Mana sharoitlar zo'r. Teksangiz yaxshi bo'lardi. Vitaminlar ham bor ekan. Vitaminda har xil turi bor bizda. Ves olish, ves taylash, energetik, hamma narsalarimiz bor. Hamma qanaqa bonuslar bor? Xudo xohlasa siz orqangizdan keladigan klientlarimiz bo'lsa, xohlagan vitamindan bir pul tayyorlab beramiz o'zimiz. Besplatmi? Besplatmi. Tavsiya qilsak bo'ladimi? Xalqimizga. bu yerga ochilganiga o'zi 1 yil bo'lyapti. O'tgan pol mana shu zalda shug'ullanib, mana rezultat xudoga shukr. Yakum Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, bu galgi videomiz xudo xohlasa sportchi akalarimizga bo'ladi. Bugun biz sizlarga zo'r lokatsiyadan trenajyorli zalni topib qo'yganmiz. Hozir sizlarga sharoitlarni birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqangi sport zal qidirib yurgan bo'lsa, kelib bemalol shug'ullanishlaringiz mumkin. Yaqinda bu yerda ayollar hamda erkaklar uchun saunalar ham ochildi. Kelib zalda turnovkani qilasiz va bemalol saunaga tushib ketsalaringiz bo'ladi. Xo'p, manzilimizni aytib o'taman. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Lelnobod mahallasi joylashgan bu joyimiz. Yana ham ochiqroq ma'lumotni beradigan bo'lsam, Lelnobodda yengganingizda soyda chap qo'llaringizda iqtisod kolleji bor. Shu iqtisod kolleji oldida ro'parasidan kirganingizda Surxon to'yxonani yonida joylashgan trenajyorli zalimiz. Hozir biz ichkarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana bu suvlarni bitta ko'rsatib qo'ying. Mana bu yerga saunalariga ichimlik suvlardan akib qo'yibdi. Bemalol shirin suvlardan saunaga ishlatiladi. Sho'r suv emas. Bemalol foydalanib ketsalaringiz bo'ladi. Bo'lmasa biz hozir ichkarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Sharoitlarni ma'qul bo'ladigan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Sizlarga shunaqangi chiroyli videolarni chiqarishda davom etamiz. Xo'p, do'stlar, mana bu zalga kiradigan joyimiz. Mana bu yerda kiyim almashtiradigan joyimiz joylashgan. Kelgan joylaringizda hammasida kalitlar bor. Kelib bemalol kiyimlaringizni almashtirib, bu yoqqa zalga kirib ketasizlar. Mana bu zalimiz maydoni. Kattaligini ham ko'ryapsizlar. Xohlagan turda anjomlarimiz bor. Mashq qilish uchun mana ko'ryapsizlar. Birma-bir ko'rsatib o'taman. Endi men hammasini nomini bilmayman, lekin sportda qiziqadigan, trenajyor zalga chiqadigan akalarimiz o'zi biladi nima borligini bu yerda. O'shaning uchun men bitta-bitta ko'rsatib o'tib ketaveraman. Mana bu turniga adashmasam. Mana bu ham nimadirlar xullas. Ko'targich ekan bu. Hammasidan bor. Mana oyoqqa ishlaydigan velosiped deymiz mana bu yerda. Mana yuguradigan peshobot nimalarimiz ham bor ekan. Xullas yuguradigan 3 ta. Kelib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ishlatib ham ko'rsataman. Xo'p, bu yoqqa sportchilarimiz uchun mat to'shab qo'yibdi. Buni endi bemalol tushuntirib aytamiz. Chunki o'zimiz mana polvonlar bilan yurganimiz uchun mana kurashchilarimiz deb shug'ullansa ham bo'ladi. Bu tomonda ham jihozlarimiz bor, meshoklarimiz bor, kanatimiz bor. Mana bu tomonlarda ham xullas hamma narsa joylashgan. Hozir sportchilarimiz kelgani yo'q, o'shaning uchun tinch paytda bitta video olishimiz kerak. Hozir odam ko'payib ketadi bu yerga. Mana bu tomonda ham hamma narsa bor. Xo'p, mana bu tomonimiz polni oyna bilan nima qilingan, jihozlangan. Kelib bemalol oyna bilan shug'ullansalaringiz bo'ladi. Toshni turi bilan bor, gantillarni mana ko'rib turibsizlar. Xona ham juda harorati klass darajada. Bemalol bitta futbolkada turuvotgani qilsalaringiz bo'ladi. Mana akalarimiz boshlashdi. Ukamiz. Qanday bo'lyapti? Qiyinchiliklar yo'qmi? Zo'rmi? Qayerdan sen? Oltinsoydan keldingmi? Gap yo'q. Mana ukamiz Oltinsoydan kelibdi. Shunga turnovka qilar ekan. Qanchadan beri kelasan? 1 oycha bo'lib qoldi. 1 oycha bo'lib qoldi. Gap yo'q. Tavsiya qilsang bo'ladimi? Ha, yaxshidan. Kelsa bo'ladi, ha? Gap yo'q. Mana Oltinsoydan ham ukalarimiz kelib mashg'ulotlarni qilib o'tyapti. Xo'p. Mana bu yoqqa hozir Ahadxon Eshonbobo ham shu yerda turnovkani qilyapti. Hozir sizlarga
ko'rsatib o'tamiz. Bir mana bu yoqqa. Assalomu alaykum Eshon bobo. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bemalol mashqni davom ettiravering. Xudoga shukr. Mana qanday bo'layapti? Ko'pkarlik ketyaptimi? Ha, Xudoga shukr. Allohga behisob shukr. Mana yurtimiz tinch. Xalqimiz obod. Mana to'ylar ko'payib ketgan. Albatta. Shular bu yerga to'ylarga borib nima deydi? Yurtding Surxondaryoni Ornover sharkim Xudo xolasa niyat qilganda buni. Albatta. Shuning uchun mana shu yigitlar zal tashkillashtiribdi, bizga shunday sharoit qilyapti mana. Kelib har qanday bola har qanday vaziyatda kelib shug'ullanishga shunday sharoit qilib berib qo'yibdi. Mana ko'rsalaringiz, bironta kamchilik yo'q zalda. Albatta. Har qanday shahar zallaridan o'tib ketadi bu sharoit. Bu sharoit har qanday yerda mavjud emas. Albatta. Kelib xohlagan pastda sauna ham bor. Ko'rgan bo'lsangiz. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Uni ham ko'rsatib. Hamma sharoit yetarli darajada. Endi siz sportchi nimasida qanday fikr bildirasiz? Zalimiz tavsiya qilsak bo'ladimi? Xalqimizga. Bu yerga ochilganiga o'zi 1 yil bo'lyapti. O'tgan pol mana shu zalda shug'ullanib, mana rezultat Xudoga shukr yaxshi. Zo'ra. Hammaga tavsiya qilamiz. Bu nafaqat sport turi, balki sog'lom turmush tarziga ham Albatta. juda katta rol o'ynaydi. Bu yerga hamma sharoitlar bor. Begovoy daroshkasi deydimizmi, hamma narsa ishlaydi. Shunchaki ko'rsatilgan emas, realni. Hamma narsa har qanday nima sharoit bor. Ular hammaga tavsiya qilamiz. Tavsiya qilsak bo'ladi. Shunday. Mana ko'rdilaringiz, Eshonboy ham shu yerda qishi bilan, yozi bilan turnir qiladi. Cho'g'inlarimiz ham, polvonlarimiz ham hammasi mana shu yerda. Xudo xolasa kelaverasizlar. Zalimiz sizlar uchun mumtoz yer. Hozir bo'lmasa Eshonboy, siz mashg'ulotni bemalol davom ettiraverasiz. Biz bir saunalarni bitta ko'rsatib o'tsak, saunasi qanday? Bu bo'yicha fikr berib ketsangiz. Sauna juda zo'r. Korxonalari shunday atlishni qiziydi, siz xohlaganday qiziydi, misol uchun. Xohlasangiz tepaga ko'tarib beradi qizish darajasini, xohlasangiz past. Mijozning ko'ngliga qarab ishlaydigan, xohlagan nimangizga tushirib berilishga xususiyati bor. Hozir Bor. Zakazga qarab ishlayveradi. Bu yerda turnovkani qilib, maza qilib sauna. Unga nima etsin? Badandagi hamma og'riqni yoyaveradi-da u. Albatta. Kelaverasizlar, bo'lmasa biz bitta ko'rsatib o'taylik, saunamizni. Eshonboy g'ayrat qilasiz, Xudo xolasa. Ko'pkarlarda hadishga turadi, Eshonboy muxlislar bitta like bosib qo'yasizlar. Gap yo'q, g'ayrat qiling. Xo'p, do'stlar, Asror akamiz mana shu yerda. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsa-ga charchamayapsizmi? Mana shu zalda ishlatadigan akamiz, mana shu yerda o'zlari shaxsan bo'ladi har kuni. Asror aka, endi muxlislarimiz bir so'rashib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar hammalaringiz? Charchamayapsizlarmi? Aka, endi muxlislarimiz bu yerga kelishsa, bu orqadagi vitaminlarni ham bir tanishtirib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Bu yerda vitaminlar ham bor ekan. Vitaminda har xil turi bor bizda. Ves olish, ves taylash, energetik, hamma narsalarimiz bor. Hamma narsamiz sifatli, sifatiga garantiya beramiz. O'yladi. Ha, bu yerdagilar yana ham qo'shimchalari bor, hali chiqarganimiz yo'q. Xudo xolasa, hamma narsa topiladi. Xohlagan narsani topib beramiz. Xo'p, endi aka, bitta narsa xalqimizga qiziq joyi, bu yerda narxi necha pul, kunlik necha pul, oylik necha pul, yillik necha pul shug'ullanadi? Endi bizda yillik yo'q. Oyiga 300 ming so'mdan, kuniga 20 ming so'mdan berib trenirovka ketyapti bolalar. Bu yerga. Sportsmenlarimiz bor. Xo'p, saunamizchi? Saunamiz 25 mingdan, ayollarga, erkaklarga bir xil narx. Bir xil narx, ha? Bir xil narx. Xo'p, Asror aka, endi bizni kuzatuvchimiz ko'p. Biz orqali keladigan muxlislarimizga qanaqa bonuslar bor? Xudo xolasa siz orqangizdan keladigan klientlarimiz bo'lsa, xohlagan vitamindan bir pul tayyorlab beramiz o'zimiz. Besplatmi? Gap yo'q. Kelaverasizlar, eshitilaringiz, mana sizlarga vitaminlardan ham bir martasiga tekinga qilib berilar ekan, saunasini ham Xudo xolasa kelishtirib qilib beradi. Kelaverasizlar, pastda telefon raqam bor, bo'lmasa biz saunani ko'rsatib o'taylik, boya Eshonboyni ham aytib o'tdik, ko'rsatib o'tdik. Bo'lmasa pastda ko'rsatib o'taylik qani. Do'stlar, mana saunamizga kirish joyi, mana bu yerda kiyim yechadigan joylari, akkuratni ko'rib turibsizlar, shkaplari. Bu yerda hammasi bor. Sizlarga issiq choylarni damlab qo'yibdi.
Bu yerda Ahad akamiz. Assalomu alaykum. Aka, Alaykum assalom. charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi yuribsizmi? Xudoga Ishlarni shukr. boshlab oldingizmi? Xudoga shukr, sekin boshlab oldik. Qani bu trenajyor zalni ko'rsatib o'tdik. Xudo xolasa muxlislarimizga bir saunasini bitta ko'rsatib o'tsak yaxshi bo'lardi. Shu hamma sharoitlari bor va shu yerdan boshlanadi. Marhamat. Mana shu kirganda 8 ta nomimiz bor. Smithfield hammasi bir xil ishlaydi. Hammasi. Ha, bittasidan chiqib, bittasidan chiqmay o'ynay narsa yo'q. Tomon farxonalari ham bor, Ha, farxonasi bor. Farxonalarni bitta ko'rsatib o'taylik. Xo'p, bu yerga mashq qilasiz akalar, keling, farxonaga kirsangiz mana. O'zi ham juda issiq ekan. Mana sharoitlar zo'r. Mana tuzlari bor. Kelib bemalol Shunday. Mana bu eshiklari shu tozalanadigan xonasi. Tomon. Xo'p, mana suvlari ham. Hammasini bir xil. Mana suv mashinani ko'rdilaringiz. Hozir ichimlik suvidan aqiladi, sho'r suv emas, hammasi. Bo'ladi aka, bo'ladi. Hammasi ishlaydi. Hammasi ishlaydi. Migraptalari ham zo'r. Xo'p, mana ko'rdilaringiz. Endi tashqariga chiqib, akamiz bilan zo'r suhbat qilib o'tamiz. Qani? Xo'p, aka, mana saunasini ham ko'rsatib o'tdik. Sauna narxini tepada aytib o'tdik hammasini. Xo'p, endi Surxon sport nomidan kelganlarga tepada vitamindan bir pors qilib beradigan bo'ldi. Surxon sport nomidan keladiganlarga. Surxon sport nomidan keladiganlarga bonuslari har juma kuni namoz vaqtigacha bemalol kelib, bepul. Besplatni. Har juma kuni. Besplatni kelib, yuvinib, bemalol masjidga boraversa bo'ladi. Gap yo'q. Eshitdilaringiz akalar, juma kuni juma namozigacha sizlarga besplatni kelib, bemalol xohlagancha. Kelib saunaga tushib, do'stlarni qabul qilib, kelsalaringiz bo'ladi. Sizlar uchun besplatni qilib qo'ydi akamiz. Albatta. Surxon sport nomidan kelsa bo'ldi. Ishingizga omad, Xudo xolasa. Rahmat. Muxlislarimiz xafa qilmaysiz degan umiddamiz. Albatta. Akalar kelaverasizlar, ko'rdilaringiz zalimizni, saunamizni hammasi zamonaviy tarzda qilingan. Kelib, bemalol shug'ullanib, saunaga tushib kelsalaringiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aka, ishingizga omad. Rahmat, sizga rahmat.